Assalomu alaykum aziz Muhammad Karim YouTube kanalida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib, videoga like bosishni unutmang. Aytgancha, qadrli va qadrdon do'stlarim, izohlarda qadrli fikrlaringizni yozib keting. Qanday mavzularda kontent qilsak yarashadi bizga hamda ko'proq reklama tushadi degan umiddaman hamda odamlarga manfaatli bo'ladi. Bugun eksklyuziv tarzda video olamiz. Ya'ni Aziz Muhammad Karimning Telegram sahifasi bor. Bilasizlar, meni Telegram sahifam bor. Unda o'zimni fikrlarim eksklyuziv, ya'ni emotsiyalarimni insonlar bilan bo'lishib, post qilib, video qilib boraman. Bugun sizlarga qo'y va bo'rilar haqida gapirib beraman. Yaxshilab o'tirib oling. Agar yo'lda ketayotgan bo'lsangiz, yaxshilab ovozini balandlatib eshitishingizni maslahat beraman. Bu hikoyamdan kim qanaqa manfaat olganini izohlarda yozib keting, nima ma'no tushunganingiz. Bo'ri va qo'ylar. Bo'rilar qo'ylarga bundan buyon o'zaro inoqlikda yashashni taklif qilibdi. Ular oldiga o'z elchilarini jo'natibdi. Nega endi biz doim o'zaro dushmanlik bilan yashashimiz kerak? Dedi ular. Aslida hamma falokat ana u quturgan itlar sababchi. Ular tinmay bizga qarab huriydi. Shunday qilib g'azabini qo'ziydi. Ularni bir yo'q qilsangiz, do'stligimiz hech kimga rahmamo solmaydi. Go'l qo'ylar bo'rilarning gapiga quloq solibdi. Aytganlaridek qilishdi. Itlarni quvib keta boshladi. Jasur qo'riqchilardan qo'ylar ozod bo'lishibdi. Natijada bo'rilar ularni hamlab kunda paqqos tushiribdi. Ya'ni xulosa qilib aytmoqchimanki, shuning uchun kim nima desa, ko'rkonona ergashib ketavermash kerak. Chunki dunyoda g'alamislar ko'p. Bir yaqin Instagramda bir video ko'rib qoldim. Bizning dushmanlar bo'ri, it, qoplon emas. Bizning dushmanlarimiz o'rdak, g'oz, tovuqlar deb chuvalchang bolalariga aytgan ekan. Xuddi shunday, kim sizga ma'lumotni yetkazayotganiga e'tiborli bo'ling. Do'stim, videoga like bosib, izohlarda fikrlaringizni yozib keting. Aziz Muhammad Karim kanalida ko'rishguncha qo'ldan